Sen özümüzün pulunu soruyorsun. Bundan qarshilaganingiz yo'q, o'zimizni pulimizni to'layapmiz. Halol mehnat qilib topganmiz. Bunaqa. Olinglar, tashlanglar, qo'rqmanglar, olamiz. 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 Yana pul o'qiyapsiz. Masjidga tushsin tamam. Hop umumiy nimani gaplashmoqchisiz? Umumiy olib Ha, shunday bo'lam. Hozir. Bo'ldi. Hozir Marat chiqsin, pastga tushsin. Erkachasiga gaplashsin xalq bilan. Gaplashmoqchimisiz ular bilan? Men gaplashaman, chiqib alohida gaplashmayman, chunki xalq meni dardimni eshityapti. Meni bilib turibdi, menga yordam berishyapti xalq. Dasha plastikni tashlang, qo'li yordam beramiz dedi. Shu darajagacha xalq keldi. Neujeli u tushunmaydi xalq dardini. Chaqirtiringlar, tushsin Marat pastga. Men alohida chiqib meni lamonasi yana jo'natishni xohlamayman. Men yana yurak 15 kishimi? Qachon askasiga nima qilgan eshitib birma-bir javob berib, muammoni hal qilib beramiz. Qarang, sizdan oldin bitta uchastkovoy kelib, hammani bitta olib kirgan. Ha, o'shaning uchun tushingda aka, o'shaning uchun tushing. Bitta men emas bu yerda, tushunyapsizmi? Nima muammo? Pul muammo aka. Men bugun kelayotganim yo'q, kecha kelayotganim yo'q. Har kun ishdan javob so'rash bizga ham tushing bo'ldi, muammo yo'q. Nima muammo aka bo'lmasa? Nima qo'rqyapsiz? Tushing bo'ldi. Qo'rqyapsizmi? Nima xalqdan qo'rqyapsizmi? Xonamdan kiring. Aka, hammamiz kiramiz, gap yo'q, muammo yo'q. Hammamiz kiramiz, muammo yo'q. Birinchidan provokatsiya qilgani kelgansiz. Mana hozir ham syomka qilib turibsiz. Sizni maqsadingiz to'g'ri bo'lsa. Hech hozir nima qilyapsiz? Provokatsiya, aka, sizdan oldin borku shuncha lag'zi halol ishlayotganlarga rahmat-da birinchidan. Mani qo'limda telefon Provokatsiya turasizmi? emas, bu shaffoflik, qonun bor shunaqa. 2018 Kamerani ko'rayotgan bo'lsangiz tushing. Ja shunchalik zo'r ekansiz, ko'ryapsiz, tushing bu. nega birbirlar bo'lganda chiqdi? Xalqqa gapirdi. Ha, muammo pulni hal qilib bering, bo'ldi, muammo yo'q. Nima muammo sizda bo'lmasa?